Mana prezident administratsiyasida bo'ldi, ko'rdilaringiz. Prezident administratsiyasidan bizga mana aytishdi-ku, xalq qabulxonasiga boshlig'i Baxtiyor Jamolovga borasizlar va administratsiyasi, prezident administratsiyasida o'sha vakolatli Saida Mirziyoyeva yoki prezidentning o'zi Shavkat Mirziyoyev yoki mananday rahbar shaxslar bilan uchrashuvni partiya tuzish bo'yicha vaqtini Baxtiyor Jamolov bilan mana u belgilaydi va administratsiyada sizlarni o'sha belgilangan muddatda vaqtda qabul qilamiz dedi. Biz aytdik, boramiz Baxtiyor Jamolovning oldiga. Agar biz bilan administratsiyaning mana shu vakolatli rahbar shaxslari partiya tuzish bo'yicha yoki mana shu konstitutsiyaning 39-moddasi O'zbekistonda ishlaydimi yo'qmi? Mana shu masala bo'yicha va siyosiy faollarni mana qanchasi turmada yotibdi, qanchasi yoshiga qaramasdan 80 yoshlarni ham sud qildi. Jarimalarga tortdi. Qanchalarni qiynoqqa tortdi, kaltakladi. Mana shu partiya 39-modda ishlaydi deb administratsiyada bizga mana prezident yoki administratsiya rahbari Saida Mirziyoyeva ishlaydi bu 39-modda qonun doirasida partiya tuzaveringlar desa, haqiqatdan O'zbekistonda konstitutsiya ishlar ekan deb partiya tuzishga kirishimiz shart, kerak. Yo agar bular o'sha lom-lim demay javob bermasa, demak konstitutsiya bu nomiga O'zbekistonda ishlamaydi. Biz partiya tuzamiz deb 6 yildan beri ne azoblarni boshdan kechirdik. Qancha qiynoqlar, kaltaklar tagida, qanchasi hozir turmalarda yotibdi, umri xazon bo'layapti siyosiy faollarni. Yana partiya tuzamiz deb chiqsak, bu konstitutsiyaga asos qilib, tayanib, asoslanib yoki Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil aytgan gapiga ishonib, yana qiynoqlarga duchor qilinsak, yana kaltaklansak, yana turmalarga tashlansak, sud qilib jarimalarga tortilsak, bu nima? Mana shularni oxiriga yetishimiz kerak. Agar bu mamlakatda mana shunday konstitutsiya ishlamasa, axir biz xalq bo'lib siyosiy kurashimizni yo'llarini topishimiz kerak-da axir. Bu qanaqasi? Biz hamma vaqt mamlakat ichida raqobat bo'lish kerak. Hukumat xalqning hurmatiga sazovor bo'lish kerak. Hukumat xalqqa tayanish kerak. Xalq hukumatga ishonish kerak. Sadoqat bilan xizmat qilayotgan hukumatini hurmat qilish kerak. Axir hukumat xalq bilan hukumat mana bunday bir bo'lsa, O'zbekiston axir xitoylashib boryapti-yu. Mana bu O'zbekistonni xitoylashib borayotgani masalasida mana bu uchrashuvlardan keyin alohida chiqish qilamiz. Hozir biz kiramiz. Baxtiyor Jamolovda mana eshikda o'zida militsionerlari bor. Biz suhbatimizni kamera oldida bo'lishini iltimos qilamiz. Chunki bu 6 yildan buyon bu yolg'onlarni ko'raverib, aldanaverib, tuhmatlarga uchraverib, hamma narsa paketi bilan, isboti bilan bo'lish kerak. Görürsünüz. Ruhsat etseler konuşacağız. O'zimizcha konuşmaymiz. Keling. Suyga o'chirtirib ber. Endi bunda yo'q. Biz o'chiraylikmi? Administratsiyada bo'ldi, kiravering. Baxtiyor Jamolov bizni qabul qilar ekan. O'chirib qo'yib gaplashuvdi. Uka, hozir bizni kameramiz bor. Ovoz yozadi. Qaysi? O tepadagi. Yo'q, o sizni kamerasi biz ko'raverib, siz tushmaysiz. Kamerasi tuhmatiga uchrayverib qo'yaverasiz. Siz tushmaysiz emas, uzr. Xo'p, gapirib oling. Gapirib oling, meni olyapti. Meni olyapti, olar. Olar gapirsam. Qayerda? Keling. Ichkari mumkin emasda, men ichkari suyga qilib tura olmayman. Qani qonunlari, qonun nizomlari, qonun buyruqlari. Qonunni 18-17. Qo'ying. Biz qonun nima? Nima qonun bor? 778. Nima deyilgan o'sha? Qonun o'shanda ko'rsatilgan. Xo'p, ayting mana siz mana huquq himoyachisi. Biz eshitdik, nima degan? Videoga olish mumkin emas deb qo'yibmiz. Bizga mumkin emas deb berilgan. Uka, bu instruksiya bor. Nima degan? Instruksiyamiz bor. Qani o'sha? Yo'q, biz
qonunga bo'ysunamiz, ichki tartibga bo'ysunamiz. Faqat og'iz akaga emas, hujjat ko'rsatsalar bo'ldi. Gap bo'lishimiz mana instruksiyasi bor ekan, bo'ldi o'shiring deymiz. Endi bizga aytdi-ku, singlim ukalarim. O'sha yerdan administratsiyasi mana telefon qildi o'sha yerdagi sizlarda yigitlarga. Baxtiyor Jamolov Sizga ben aka to'g'ri tushuntiryapman shekilli. Olmay ichkarini deb. uka, siz xalaqit qilmaysiz. Bizga sizdan so'ramay olamiz. Instruksiyani qo'ying, to'ramiz bo'ysunamiz. Og'iz aka gapingizni boshqacha Hop gapiring. ko'rganlarga o'chirasizda pulni. Yo'q, albatta. Pulni o'chirib qo'ymaysiz. Syomkalarni hammasini o'chirib tashlaysiz. Xo'p, ukajon, mana sizlarni tortishga kelganimiz yo'q. Ukajon, Baxtiyor Jamolov bilan mana biz uchrashib, biz prezidentning mana Siz pasportingizni yozdiring, to'g'ri, pожалуйста. Bu turib kelamiz. yo'q, sizlarga boshqa narsani aytayman. Sizlarga boshqa narsani aytayman-ku, biz Baxtiyor Jamolov bilan kamerani oldiga suhbatlashamiz deyapman. Shuni aytmoqchiman. Qaysi? Telefon bilan kamera. Yo'q, mana o'zi. Onasida bor. Qaysida? Yo'q, uka. Sizlar mana men sizlarni qonunga hurmat qilaman. Men ro'yrasidagi mamlakatni kuchlarga tuzilmalarga mutlaq ishonmayman. Yana chuqurlashaymi? Bu kuchlarda tuzilmalar tuhmatchi, nopoq. Yana chuqurlashaymi? Har bir so'zim uchun javob beraman. Men tanamdan o'tkazgan odamman. Yashash manzilingiz qayerda? Nima? Yunusobod? Yunusobod 9-6. Ko'chalar yolg'on bo'lmasin uchun aytyapmiz-da, bo'lmasa bizga nima kerak bu video qilish? Isbot bo'lishi kerak-da. O'shaning uchun. Majbur qiladigan to'p qatnaydi. Mana men shu gaplarni gapirmoqchiman. Hech gapirgim kelmaydi. Hurmat qilgim keladi. Lekin teskarisini qiladi bular. Paymol qiladi, o'z boshimchalik qiladi. Qonunga supurib qo'yadi bir chekkaga. Propiska sifatida yashash manzili. Shunga 12 Qaysi rayon? Yakkasaroy? Ha. Endi telefonni vaqtincha berasiz. Paroli bormi? Yoki turib turing. Telefonni bularni qo'liga bermoqchi emasmiz? Turib turing. Biz ikkalamiz kiramiz. Baxtiyor Jamolovga aytamiz. Biz bilan suhbatlashsa, kamera oldiga suhbatlashamiz. Bo'lmasa biz ham ketaveramiz chiqib. Keling, o'zingizlar telefoninglarni topshirib qo'yasiz. Bu turadi, bizda telefon yo'q. Keling, tekshirib qo'ying. Bu hali qonun xolasi nimasiga bu cho'chishdi? Yo'q, nima bor? Nima bor? Davlatning siri bormi? Aka sizga yana gapiraman, hozirmi degan. Sanoqganlarga pul o'chirib tashlashsa bo'ladi. Keling, chiqarib oling. Bo'ldi, hozir Keling, tekshirib qo'ying. Nima bor bu yoqda? Chiqaring. Uchrashda hozir aksiya qilganlar. Bu yoqqa qo'yib turing, hammasini qaytarib hisoblaysiz. Sendan ko'rsatinglar, hozir xorijda. Ha, bo'ldi. Ko'rasiz, o'chirishda hozir shunday. Chiylaganlarni chiqarsiz. Yo'q. Qonun bo'lsa gap bo'lishdi. Ko'rsatlaring bajaramiz deyapman. O'sha instruksiya boshqarib bajaramiz. Bo'ldi? Olib. Yo'q, xalqni qabul qiladigan joylar bersa. Bittasi
Mana prezident administratsiyasida bo'ldik ko'rdilaringiz. Mana prezident administratsiyasida bo'ldik ko'rdilaringiz. Prezident o'sha ministersiya boshqarib bajaramiz. Yo'q, xalqni qabul qiladigan joylar bersin. Bittasi